Assalamu alaikum dostlar, Hut qurilish kompaniyasining qo'li qo'ndiroq joyidan 46 metr kvadrat sotuvga chiqdi. Qarangizlar, kirganda plyoshkasi shunday genel bo'ldi dostlar. Remonti bilan to'liq bitdi. Qarangizlar, bu joqda elektromontajlari bitib qoldi buyursa, bu joqqa bo'lsa so'ng mebellarni unutib olsangiz bo'ladi. Endi yuringizlar, bu joq bizda kuxnyasi. Kuxnyasini qarangiz, shunday genel qarangiz. Bu joqqa mebellarni unutsangiz bo'ladi, bu joqda o'zimcha kuxnya zonasi bor. Qarangizlar. Qalasanızlar bir yerden bölüp iki bölümünü başlığa aylansanızlar bo'ladi. Qarangizlar. Endi keyingi bölümüne girelim. Bu bizde sanuzal qaralar. Sanuzaldagi o'ta genel bo'lsa, qarangizlar. Sanuzalda mana shunday genel. Bu joqqa strali mashina, vanna, rakovina, unitaz bari bor dostlar. Ko'ringizlar, o'ta genel. Bizde keyingi bölümü bu o'qituvchi bölmesi, qarangiz. O'qituvchi bölmesida shunday genel. Burası примерно 3,5 metr kadar çıkar, uzunluğu olsa 6 metreye yakın. Bu şuna gelin. Bu yüksek uçluğuyla 2027 yılının ayağı remontu ve kat kuruş değer olup, kimge kısık olsa çalmazlar, cazımızlar, sizlere planirovkasını, remontu kandan bir de tol gözetleri.